qarama qarshimizdan birov kelib qolmasin nima bo'lsa ham. Ana odamda o'zgacha kayfiyat bag'ishlaydi. Bunday joylarda haydashning o'zi bir katta gap do'stlar. Mana azizlar. Mana azizlar, sizlar uchun ko'rsatamiz albatta. Obunachilarimiz uchun eng yuqori nuqtasiga chiqib men jonli efir qilishim kerak, lekin hozirdan meni shijoatim so'nayapti, antena yo'q ekan bu yerda. Yuqoriga chiqyapmiz, ketyapmiz. Lekin dahshat joylar boshlandi mana. Kanyonlar boshlandi mana kay. Boshlandi do'stlar. Mana kanyonlar boshlandi. Ko'rdingmi? Tog'ni jirtaylagan tog'ni ko'rdingmi o'rtasini? Mana kanyon, mana kay. Mana shu yer kanyon deyiladi. Ko'ryapsanmi? Hali bu boshlanishi. Bizning masofagacha yana 15 kilometr bor. Lekin qo'rqyapman men. Eng yuqori qismiga men chiqishim kerak-da. Moshin bilan yuqori qismiga chiqishim kerak mana. Mana shu yerda nima bor? Qurib qolgan daryoning suvi bor. Mana shu yerdan suv o'tgan bir paytlar. Juda qiyin joy. Juda qiyin joy do'stlar. Qayerga qarab yuryapman men? Qayerga qarab yuryapman men hozir? Hayda. To'xta, shoshilma ukajon. Shoshilma, asta-asta. Mana kay. Haqiqatdan da mana daraxtga o'naganni qara tepadan. Daraxtlar ustunga tushib ketib qolishi mumkin. Men qo'rqyapman. Bilmadim-ku ham, men juda ham qo'rqyapman. Har bir riskovatda, bu juda katta riskovatda bunday joylardan haydash. Juda katta riskovni. Qaniga bu yoqdan tushaylik qani sekin. Okay. 12 kilometr qoldi. Yuragim dov bermayapti-da.
kilometr bor do'stlar. Lekin baribir ketamiz. Maqsad sari olg'a yo'l yuramiz. Mana shu yo'ldan hech kim yurmagan yo'llardan yurib, sizlar uchun, obunachilarimiz uchun albatta ko'rsatamiz. Haqiqatan da xavfli. Yo'l tor. Qarama-qarshi tomondan mashin kelib qolsa, kimdir yo'l berish kerak. Mana endi sekin yo'l yuramiz do'stlar. Yomon emas. Hozircha yomon emas. Hali ham ketyapmiz a? To'xtovsiz ketyapmiz. Bunaqangi joyda men ko'rmagan edim. Bunaqangi joylarni. Bu tabiat manzarasida, bu haqiqiy manzarada, bu haqiqiy go'zallikda, bu haqiqiy go'zallik mana shu. Borgan sari biz tepalikka chiqib ketyapmiz. Tepalikdan pastga qarashimiz kerak. Maqsad tepalikdan pastga qarab, pastdagi go'zalliklarni ko'rish bizning maqsadimiz shu. Xolos. Qani qanday bo'lar ekan? Lekin havosi zo'r-a? Havosi dahshatli ekan. Ko'ryapsanmi? Ketyapmiz-a? 10 kilometr, 20 minutlik yo'l qoldi. Hech qisi yo'q. Hech qisi yo'q. Bu shunchaki bir yengil shamol. Hali oldinda bizni bo'ronlar kutmoqda. Mana aka. Sekin, hali ham yo'l harakati qoidalarini yaxshi bilamiz. Shu sababli faqat tezlikka ehtiyot bo'lib, tez yurmaslik kerak bu joylarda. 20 tezlikda yuribman. Tasavvur qilinglar, 20 tezlikda 10 kilometr. Men borgan sari yuqorilab ketyapman. Borgan sari do'stlar, men yuqorilagan sari yuqorilab ketyapman. O'sha tepadan turib tog'larni tomosha qilish, imkon bo'lsa, antena bo'lsa, obunachilarga jonli efirda ko'rsatish. Lekin men hafsalam pir. Nimaga desangiz, antena yo'q bu yerda, shuning uchun majburmiz. Bu joylarga qaytib kelamizmi, kelmaymizmi, tarix sarvaraqalariga muhrlab qo'ymoqchiman. Bunday joylarga hech qachon mashin haydamaganman, yurmaganman. Men uchun bu judayam adrenalin bag'ishlayapti. Ham qo'rquv. Agar ikkinchi marta kelasanmi shu yerga mashin haydab desa, men yo'q derdim. Chunki men bilmagandim bunaqangi qiyinchilik bo'lishini, men umuman bilmagan edim. Endi yuragim orqaga tortyapti-da. Mana hozir yana 9 kilometr kirishim kerak. Mana shu 20 tezlik, 30 tezlikda ketyapmiz. 9 kilometr yo'l yurish uchun kamida 20-30 daqiqa yo'l yurishimiz kerak. Bu yog'i kun botyapti. Soat 5 bo'ldi bu yog'i. Shuning uchun qo'rqyapman. Qaytishimni o'ylab qo'rqyapman. Oxirini o'ylagan qahramon bo'la olmaydi do'stlar. Shuning uchun dalshi gaziga bosamiz. Biz bugun tog'ning eng yuqori cho'qqisiga chiqishga harakat qilamiz va o'sha yerdan rakursni sizlarga ko'rsatamiz. Shuning uchun bu serial tarzda bo'lishi ham mumkin video. Bitta qilib qo'yishim ham mumkin. Men bilmayman hozir. Shuning uchun videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Tabiiy video. Uzmasdan, kesmasdan hech joyini qo'yamiz.
Shu turishda qo'yamiz. Haqiqiy dehqonchasiga, jaydarichasiga video bo'layapti. Ehtiyot bo'lib yurishimiz kerak faqat. Bunga yaxshi mashin bo'lmasa bu yerda mashin qizib ketar ekan. Chunki faqat tepalikka chiqyapmiz. Qaytguncha tormozi yaxshi bo'lishi kerak mashinda. Sekin. Mana shu joylardan mashin chiqib qolishdan qo'rqish kerak. Mana hech qanaqangi bir nima yo'q. Juda ham xavfli joylar. Juda atmosfera bomba, dahshat. Anakay. Ana tez kelyapti mana oldimdagi. Tez yurma. Sekin yur, bratishka. Sekin yur. Nima qilasan? Borasan 2 metr joyga. Sen ham borasan, men ham boraman. Shoshilma ya, bratishka, shoshilma uka. Mana shunday gap. O'zim mashinani shu joygacha haydab kelganimga o'zimga qoyil qolyapman. O'zimga balli, o'zimga ofarin. Anakay. Qoyilman. Yuzimda kulgu, ichimda qo'rquv. Bu joylarga hamma ham kelavermas ekan. Kanyon deydi bu joylarda otini. Qani ko'ramiz endi bu yog'i. Tabiat mo'jizasini qarang. Xudoning qudratini qarang. Manakay. Hamma joy archazor, o'rmonzordan yarim soat yo'l yuryapmiz mana. Video uzilgani yo'q, e'tibor bergan bo'lsanglar. Hali sizlarga oxirini ko'rsataman. Oxiri qanday bo'lar ekan? Hali uzilgani yo'q video mana. Manakay. Baribir sekin yurishimiz kerak-da. Baribir sekin yurishimiz kerak. Tez yurib bo'lmaydi bu yoqlardan. Tez yurib bo'lmaydi, sekinroq yurishimiz kerak. Asta. Yaxshi. Kalla ishlamabdi-da. Tayyor taksi bor ekan mana yoqda. O'zimizni qiynab nima qilgan ekanmiz? 7 kilometr qoldi do'stlar. 7 kilometr qoldi. Men qo'rqyapman. Sizlarni bilmadim, men juda qo'rqyapman. Juda qo'rqinchli joy. Yaxshi ham yo'llari tekis. Qarang, bu tor yo'lakni qarang. Juda qo'rqinchli joy. Bu tomondan mashin kelib qolmasin. Signal berib boramiz. Do'stlar, buni qaranglar. Juda qo'rqinchli joy. Signal bosib yo'l yurishimiz kerak. Yaxshi. Hozircha yaxshi. 90 graduslik burchak ostida yaxshi ketyapti. Ana endi azizlar, yaqinlashyapmiz. 7 kilometr qoldi, 13 daqiqa. 7 kilometrga 13 daqiqada yetib borsak, sizlarga ajoyib manzaralarni namoyish etamiz. YouTube kanalimizda birinchi marta bunaqangi uzun video qo'yilishi. Menimcha yarim soatdan beri davom etyaptimi videomiz? O'tda yarim soatdan, pashti 40-45 minutdan beri davom etyapti. Men o'zim shokdaman. Bunaqangi uzun videoni men o'zim ko'rmagan edim, to'g'risi. Men endi bu videoni montaj qila olmayman, ukamiz montaj qiladi. Montaj kerak emas, shu turish bosib yorasan. Tushundingmi? Bratishga. Mana. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Xudo, o'zing asra. Mana qarang. Momo bu yoqda yuribdi. Oo! Aniga! Yey! Manakay. Ana aziz do'stlar, ko'ryapsizlarmi?
Tartibda aylaydi. Mana akay. Ana. Endi ko'z bilan ko'rganga yetmaydi do'stlar. Mana sizlarga kerak bo'lsa. Mana pastni qaranglar. Ana. Hey! Birinchi marta mana shunday joylarga chiqishim do'stlar, juda zo'r ekan. Qanaqangi zo'r, baland tog'lar ekan. Qoyilman, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Ana. Sizlarga endi shu joyga kelganda men sizlarga yaxshi narsani tavsiya bermayman. Men sizlarga mana hozir men oldim bu narsani, Red Bull Blue Edition Energy Drink. Bu narsani sizlarga tavsiya bermayman. Men hozir shu narsani bitta oldim eksperiment sifatida, chunki yosh 40 dan o'tgandan keyin buni ichaversangiz, yurak kasalligiga uchraysiz. Potensiya kasalligiga uchraysiz va apparat ishlamay qolishi mumkin. Shuning uchun bu narsani olmanglar. Bir yilda bir ichiladi bu narsa. Bor, bir yilda mana endi hozir men nima uchun ichyapman? Birinchi marta bunday baland joyga chiqishim, uyqum kelib qolmasin deb majburdan bir dona ichyapman, lekin bir yilda bir marta ichamiz bundan. Ketdik endi. Qara, qanday joy ekan o'zi? Shu bugun borgim keldi-da shu toqqa. Yana kelamiz hali. Bu toqqa yana kelamiz hali. Menga yoqdi bu tog'. Bu yo'llarda odamlari ham yaxshi-da. Bilsanglar, Shahrsabzni G'ilon degan qishlog'iga borganman-da. O'sha qishloqqa juda ko'p moshin berganmiz, moshin topshirganmiz. U yerda ham mana shunday joylar bor, lekin bu darajada emas, bu juda go'zal ekan bu tomon. Bu ham yaxshi, yomon emas, lekin o'sha toqqa chiqqanim G'ilonga. Bundan keyin mana oradan 4 yil o'tib, ana endi chiqyapman Yevropaning tog'lariga. Men o'ylamagan edim, men ko'rmagan edim, bilmagan edim. Men ham Yevropada mana shunday joylarga chiqaman, toqqa chiqaman, tiem bo'ling moshin bilan chiqaman deb o'ylamagan edim. Mana Xudoyim nasib qildi. Xudoga shukr qilaman. Mana azizlar. Xavfli, haqiqatdan da xavfli. 5 kilometr qoldi. Ana 5 kilometr shu daraja tepa toqqa chiqib suv sotyapti. Ayollar o'zini mashinada kelib suv sotyapti, suv. Orqadan kelib menga margat qilyapti. Xuddi bir margat qilsa men qochadiganday. Kechirasan. Joning o'zingga kerak bo'lmasa, o'zing bilasan. Men o'zim xohlaganimda yuraman. Bu yerda sekin yurish kerak. Seni deb tez yura olmayman, ukajon. Orqamdan kelib margat qilishing foydasi yo'q. Bu yer quvib o'tadigan joy emas. O'zim yuragimda ushlab ketyapman arangana. Qanday qilib men senga yo'l berishim mumkin? Buni qarang, buni qarang, buni qarang. O, lekin buni qarang, qo'rqma ekan ey. Bo'lmasa bir jo'g'ili. Buni haydashini qara, haydashini, ketishini qara. Buni haydashini qara. Anakay. Ketdik, bu yoqqa yuramiz endi. Lekin
pastga qarayapmiz, ketyapmiz-ku endi. Pastga qarab ketyapmiz do'stlar. Mana endi pastga qarab ketyapmiz. Endi ko'ramiz-da endi hozir. Qaranglar-da, mana 1 soatdan beri yuribman. O'zingizlar ko'ryapsizlar mana do'stlar. Endi shu momentda mana u ham tez haydab kelganini qara. Tez haydab kelganini. Sekin hayda. O'lib ketasan bir kuni. Asta hayda. Kaskadyor bo'lsang ham toza. Ketdik. Shunday joylardan yuribman, qoyilman. Shunday joylardan yuribman. Sekin. Sekin, shoshilma. Yo'l yo'q mana. Bitta mashinalik yo'l bor. Boshqa yo'l yo'q, hech qanaqa. Men birinchi marta ko'rdim. Birinchi marta bunaqangi riskovniy joyga yo'lga chiqishim do'stlar. Hayotimda birinchi marta bunday qiyin joyga yo'lga chiqishim. Umuman men o'ylamagandim bunday qiyin joyda yuraman deb. O'ylamagan edim. Ketdik. Shu manzara kerak-da menga. Oxirigacha ko'ringlar do'stlar. Men manzarani ko'rsataman sizlarga. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Mana bitta mashin sig'adi mana yerdan. Bo'ldi. Hozir nariyoqdan mashin kelib qolsa bilmayman qayerdan o'tadi bular. Bitta mashin sig'adigan yo'l mana do'stlar. Mana. Boshqa yo'l yo'q. Biz hozir dengiz sathidan 7000 metr balandlikdamiz. Avtomobilda tog'ni eng yuqori cho'qqisiga hali ham chiqqanimiz yo'q. Yarim soatlik video ko'rdinglar mana, lekin hali ham chiqqanimiz yo'q. Dalshi videoni tomosha qilamiz. Menimcha bu 1 soatlik video bo'ladi. Ketdik, marhamat. Juda ham xavfli bo'lgan yo'l. Davomni ko'ryapsizlar. Yaqinlashtirib, uzoqlashtirib olgin uka. Chiroyli qilib olgin. 05 da, 1 da farqi yo'q. Olaver uka, qanday olsang olaver. Ketdik. Mana do'stlar. Juda ham chiroyli joylar. Lekin shu bilan birga qo'rqinchli ham. Mana bor yo'g'i 207 kilometr qoldi. Men 20 tezlikda yuribman. Mana bu yerdan reski pоворот bor ekan. Reski pоворот. Baribir qo'rqinchli-da. Ko'ryapsiz azizlar. Baribir ham qo'rqinchli. Juda ham qo'rqinchli desak bo'ladi. Men hayotimda hech qachon bunday riskovat qilmaganman. Bunaqangi balandlikka mashinada chiqmaganman. Shuning uchun qandaydir qo'rquv bor menda. Kanalga o'tinglar, obuna bo'linglar. YouTube kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bundan da eksklyuziv videolar Bahodir Brat kanalida do'stlar. Ketdik. Sekin bosamiz gaziga. To'xtash yo'q. Juda riskovat qilyapman hozir. Mashinani kaskosi bor lekin o'zimni jonimni kaskosi yo'q lekin. Riskovat qilyapman. Haqiqatan qiyin. Mana qo'rqinchli yo'llarni qaranglar. 1 metr chapga yeb siyo tamom. Men yo'l bera olmayman. Menga signal bosma. Bosma menga signal. Ularni ketishini qaranglar. Lekin qo'rqyapman hamda, shunday deyapsan.
lekin haqiqatan qo'rqinchli hamda. Mana kay. Nima deymiz endi, iloji yo'q. Maqsad manzarani ko'rish, maqsad o'sha eng yuqoridan turib pastni tomosha qilish. Hozir dengiz sathidan 7000 metr balandlikka chiqib obunachilarimizga ko'rsatish. Yo'l yo'q, asfaltsiz yo'l. Bu yoqda asfalt yo'q. Karta bor zato. Karta bo'yicha ketamiz 2 kilometr do'stlar. Oh. Mana bu yo'lni qara. Bu yo'lni qarasang. Bu yo'lni qarasang. Endi ilojimiz yo'q. Shu yo'ldan yuramiz endi. Mana kay. Boshqa iloj yo'q. Maqsad sari, birinchi maqsad sari qo'ydikmi, qadam oxirigacha yetkazishimiz kerak. Do'stlar, asfalt yo'l yo'q. O'rmonning ichidan ketyapmiz. O'sha kanyonni ko'rishimiz kerak. Ya, bu yerlar normalniy. Bu yo'llar normalniy. Bular aytdi 200 so'mdan 400 so'mga men pastga o'zim tushirib olib chiqib qo'yaman dedi. Men aytdim, yo'q dedim. O'zimdagi bor, o'zimda mashinam bor, o'zim mashinamda ketaman dedim. Lekin juda ham chang joy ekan. Mana ke xavfli-a lekin ha. Juda xavfli joy a. Maza qilding-a lekin sen ham ha. Ancha yo'l chiqmovdiga uydan ha, ancha bo'luvdi-a. Mana ke ko'rdingmi bratishka? Men bilan yursang ana shunday dunyoni har chekkasida borib mazza qilib yurasan. Faqat aytganni qilmaysan-da, aytganni qilmaysan. Sen shu tayoq jeb yurasan. Qo'rri so'kishni eshitib tayoqni jeb yurasan. Mana kay. Ya qoyilman. Daraxtlarni qaranglar, son sanoqsiz daraxtlarni. O'ziga o'zi chiqib, o'ziga o'zi yo'q bo'lib ketaveradigan daraxtlar bor ekan. Ya bir qo'llab haydab bo'lmaydi mashinani, ikki qo'llab haydash kerak. Bir qo'llab haydab tentak bo'lmadim, hali esimni yemadim men. O'rmon ichidan ketyapmiz-da, Amerikaning o'rmonlaridagi joyda xuddi bir. To'g'rimi, bratishka? Go'yoki Amerikaning o'rmonidamiz. Mana mashinam shu yoqdan borgan, mana qara Audi mashinalar shu yoqda. Mercedes-Benz ekan. Mercedes-Benz borganda nima biz bormaymizmi? Ketay biray, qani nima bor ekan? Bizdan boshqa agar etam chumchuq ham yo'q agar bor-ku. Bitta biz kelyapmiz tentakka o'xshab. Qiladigan ishing yo'qmi? Shu yoqqa kelib nima qilasan, joningni xatarga qo'yib? Uyingda yotmaysanmi? Seni birov majburlayapti shundan shu yoqqa kelasan deb. Nima bu yoqqa kelib bu yoqda yuribsan sen вообще-то? Men hayronman senga. Nima qilib yuribsan bu yoqlarda? Deydigan odam yo'q. Sen aytadi-ku Hojiboy To'jayev, "Tur o'rningdan ikoning bu yoqda o'tiribsan. Bilaman, sen Qashqadaryodan bo'lsan kerak. Sen Surxondaryodan bo'lsan kerak. Hech kim bilmaydi deb o'yladingmi?" deydi-ku. Xuddi shunday bo'layapti-da. Shunga o'xshab bizlarga zarilma bo'ytib turib. Zarilma. 2 kilometr. Borish 2 kilometr kelish dedi. Bor yo'g'i bir manzara, hech bola chiqmaydi oldimizdan. Shunday boramiz, qaytamiz. Oldimizdan pishak ham chiqmaydi, kuchuk ham chiqmaydi. Hozir qarang, ko'rasan-da, shuncha joyga keldikmi? Shuning uchun keldikmi deysiz. Mana aka, ye. Keldik-ku. Ko'zingdan. Do'stlar, bilet oldik shunday joydan. Olib. Ana shunday joydan mana bilet oldik do'stlar. Ikkita bilet oldik. Endi biz to'g'riga qarab yo'l yuramiz.
va oxirgi nuqtaga yetib keldik. Haqiqatdan ham juda ham ajoyib joy. Ana endi sizlarga manzarani ko'rsatamiz. Endi ko'z bilan ko'rganga yetmaydi baribir. Ana endi ko'ramiz, ketdik. Dalshi bosamiz gaziga. Mana shu joylarni sizlarga ko'rsatgani keldim. Qanaqay ko'ramiz. Xuddi Amerikaning o'rmonlariga yurgandek his qilyapti odam o'zim. Amerikada ham shunday o'rmonlar bor. Mana. Ketdik endi. Ana. Mana muxlislar uchun, obunachilarimiz uchun 7000 metr balandlikka chiqib keldik. 7000 metr balandlikdamiz hozir. Dengiz sathidan shu daraja balandki, bu yer asti qo'yaveringlar. Ana bu yerdan tomosha qilamiz hozir. Birinchi marta kelishim men ham. Ko'ramiz endi. Birinchi marta shunday joylarga kelishim. Mana kay. Mana aziz do'stlar, kelyapmiz mana. Oh, mana. Mana bu manzarani qaranglar. Mana manzarani qaranglar. Aragay onu qaranglar. Mana gay. Mana. Mana gay. Mana sizlarga Xudoning qudratini qaranglar mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana gay. Ya qoyilman. Shunday joylarga kelib qoldik. Pastga tushish mumkin emas. Agar mana shu yerdan pastga tushsa, tikka taylab ketadi. Kamida bir 3 kilometr, 4 kilometr mana shunaqasiga pastga tushib ketgan. Buni qarang, pastligini. Qalay? Yaxshimi? Ko'ryapsan, bratishka? Mana azizlar, mana shu kanyonni ko'rsatish uchun, mana shu kanyonga chiqish uchun albatta shuncha uzoqlikka yetib keldik. 1 soatlik mashaqqatli yo'llar bilan yetib keldik. Juda ham zo'r ekan, menga yoqdi to'g'risi. Ham bitta like-dan bosib oringlar do'stlar. Rahmat. Hammalaringizga kattakon rahmat aytib qolaman. Ana. Qoyila lekin, ha? Qoyil lekin. Ana kay. Ana kay. Hey. Yehi. Da do'stlar, obunachilarimiz uchun mana shunday chiroyli manzaraga keldik. Eng yuqori nuqtasiga keldik. Mana sizlarga eng yuqori nuqta. Endi bu tog'larni yoshi bilmayman, 6000 yoki 7000 yil bo'lsa kerak. Shu tikkasiga arralab tog'ni pastigacha borgandayda go'yoki. Qarada mana buni, qarada buni, qaratganda pastdan qolginda mana men senga ko'rsataman. Mana shu tikkasiga tog'ni qaranglar. Pastgacha ko'rsatgan, ana shu 1 kilometr mana shu tog' yorilib ketgan.
yillar davomida daryo o'taverib tog'i pastida mana shunday kanyon hosil qilgan. Bu manzarani ko'z bilan ko'rganga yetmaydi azizlar. Ko'z bilan ko'rganga. Men birinchi marta shunday joyga kelishim. Mana birinchi marta men mana shunday joyga kelishim do'stlar. Mana azizlar, ko'ryapsizlar. Shunday joyga kelib, bugun sizlarga bir chiroyli video rolik qildik. Shuncha mashaqqat bilan deyarli 1 soat tog'ning ichidan yurdik. 1 soat deyarli. Shunaqangi joylarga keldik mana. Bu tomonda asti qo'yavering, ko'z bilan ko'rib qaranglar-da buni. Nerealniy darajada. Ne может быть deyorasizlar. Mana sizlarga kerak bo'lsa. Jartib tayladi lekin. Jartib tayladi lekin. Ana, ko'rdingmi bratishka? Ko'rdingmi bratishka? Ana kel. Gap bo'lishi mumkin emas.